Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov Qirg'izistonda niqob va paranjiga qarshi chiqishga chaqirdi. Bu haqda u Kabar milliy agentligiga bergan intervyusida aytib o'tdi. Agentlik jurnalistining ta'kidlashicha, jamiyat Jalolobodda suratga olingan politsiya xodimlari hijobli ayollarni to'xtatayotgan videoni muhokama qilmoqda. Ichki ishlar vazirligi vakillari reydlar chog'ida muslima ayollardan niqoblarni yechishni talab qildi. Aks holda jamoat joylarida niqob kiygan ayollarga 20 ming so'm, $230 miqdorida jarimaga tortilishini eslatishdi. Sadir Jabbarovning ta'kidlashicha, hech kim oddiy ro'mol o'rashni taqiqlamadi. Asosiysi yuz ochiq bo'lsin. Qirg'iziston prezidentining aytishicha, taqiq xavfsizlik nuqtai nazaridan zarur. Odamlarning yuzini ko'rish va shaxsini aniqlash imkoniyati bo'lishi kerak. U diniy sohani tartibga solish Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasi va ulamolar kengashiga topshirilganini eslatdi. Qirg'iziston musulmonlari diniy boshqarmasining 8-apreldagi bayonotida aytilishicha, niqob qirg'iz jamiyati uchun yot hodisa. Unda shuningdek, jamoat xavfsizligiga tahdid solishda erkaklar ayollar kiyimidagi niqobdan foydalanishi mumkinligi aytiladi. Qirg'iziston prezidenti niqobni taqiqlanishini xavfsizlik masalalari bilan bog'ladi. Bu sabab bir parcha matoda qandaydir xavf-xatarni ko'radigan deputatlar va turli mutaxassislar tomonidan oldindan maxsus targ'ib qilindi. Ushbu bahona ostida Qirg'iziston musulmonlariga nisbatan bosim yashiringan. Bu niqob taqiqining asl sababidir. Niqobni himoya qilish, niqobni shar'an vojib deb hisoblaydigan muslimalarga yordam berishdir. Musulmonlar o'rtasida niqob taqish borasida qarashlar turlicha bo'lishiga qaramay, uni taqishning zarurligi haqidagi fikr Qur'onning ayrim matnlari va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislariga asoslangan islomiy fikrdir. Shuning uchun musulmonlarning aksariyati islomda ayolning yuzini yopish farz yoki vojib emas degan fikrni qabul qilgan bo'lsa ham, hech kim yuzni niqob bilan yopish islomdan emas deb da'vo qila olmaydi. Qirg'iziston musulmonlari bilsinlarki, qo'rqoqlik va niqob taquvchi muslimalarni yordamsiz tashlab qo'yish ularga zulm va buzuqlik bo'lib qaytadi. Bu masalada murosaga kelish yana boshqa bir murosaga olib keladi. Niqobni taqiqlash yana boshqa bir narsani taqiqlashga olib keladi. Chunki bu chaqiriqni islomiy ko'rinish, ya'ni hijobni taqiqlashga tayyorgarlik deb atash mumkin.